Endi mani akusher-ginekolog Imona Farmonova deb chaqirsanglar ham bo'ladi. Chunki mushugimni 3 ta bolachasini ham o'zim tug'dirdim. Hayit kuni mushugimdan birdaniga suv ketishni boshladi. Rostini aytsam, shunaqangi dovdirab qo'rqib qoldim. Bir nima qil Shahnoz? O'zim tug'ib qo'yaman qoldim. Tug'ish uchun o'zimdan ham qimmat bo'lgan kiyimlarim turadigan shkafga kirib joy izlashni boshladi. Ha, mayli deb hamma kiyimlarimni olib 3 ta joy tayyorlab berdim, ishonasizlarmi? Lekin buni qilgan ishini qaranglar. Hamma joydan qochib ketaverdi-da. Kamiga erkak mushugi ham qachon tug'asan deb tinch qo'ymadi, lekin ishoninglar, mushuklar ham ayollarga o'xshab dard chekib tug'arkan. Keyin yerga joy solib berdim, lekin bu joydan ham ketib qolurdi. Farzandim boshi chiqqan bo'lsa ham yerlarga ishqalanib, qiynalib, chunki birinchi martaligiga o'zi ham tushunmadi organizmdagi o'zgarishlarni. Va nihoyat birinchi farzandimni dunyoga keltirdi. Shunaqa paytda srazu ustidagi qoplamasini yechib tashish kerak ekan. Shunaqa qilib ikkinchi va uchinchi farzandlarni ham dunyoga keltirdi, lekin mening mushugim juda ham aqlli, даже yo'ldoshini ham yemasdan srazu onaligi tutib ketdi. Erkak mushugidan u suyunch oldi, men turmush o'rtog'imdan suyunch oldim. Bo'ldi, xo'p, yes qilamiz. Pishakda otasi bilan onasi. Shunaqa qilib endi mening bitta mushicham 3 ta bolani onasi.